Rossiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, bu narsalarni bilishingiz shart. Hozir Rossiyada migrantlar uchun yangi qoida, qonunlar chiqqan. Bu narsalarni albatta bilishimiz kerak. Ana 2 soat Sheremetyevo aeroportida zadержать qildilar. Просто так, причинasini ham aytmadilar. Dokumentlarim, pasportlarim hammasida hamma narsa normada. Biron marta shtraf yoki biron nima olmaganman. Instagram storiesimda aytganimga ko'p kishi aytishdiki, что faqatgina Sheremetyevoda shunaqa deb. Yo'q, bundan oldin ham men Sheremetyevodan borib kelganman, потому что men yashaydigan shaharga eng yaqin aeroport bu Sheremetyevo. Va bundan oldin hech qanaqa bunaqa situatsiyalar bo'lmagan menda. Shum har bitta reysda 20-25 kishini ushlayapti tekshirishga, lekin nimani tekshiryapti men bilmayman. Lekin lichna meni hech nimamni tekshirmadilar. Ko'p erkaklarni alohida kirgizib, har bitta narsani tekshiryapti. So'rashlaringiz mumkin, nimani tekshiryapti deb, telefonda nimalar bor, Telegram, Instagram, YouTube, galereya hammasini tekshiryapti. Bir kishi даже so'radilar, bolalar bilan men Rossiyaga ketmoqchiman, meni o'tkazadimi deb. Ha, albatta, agar dokumentingizga hech qanaqa narushение bo'lmasa, albatta o'tkazadi. Zadержать qilishi mumkin. Bolalar bilan ham zadержать qildi, lekin hammani sog'-salomat o'tkazdi. Yana bitta qonun qo'ydi, bu Amina degan programma. Shundan men go'sht qilib kelganman, потому что men ishlamayman, uyda o'tiraman. И также men 3 oydan keyin chiqib ketishim kerak. И hozir registratsiya unaqa narsa yo'q ekan, faqatgina mana shu Aminaga registratsiya qilasiz va qayerdadir ko'chada sizni ushlab olsalar, mana shu Aminani ko'rsatasiz. Bu programmaga har kuni kirib, nimadirni bosishingiz kerak. Men hali до конца registratsiya qilmabman. Qilsam agar sizlarga albatta batafsil ma'lumot qo'yaman. Agar siz rabota deb kelgan bo'lsangiz, baribir bu programma sizga kerak. Patent topshirayotgan paytingizga mana buni заполнять qilishingiz kerak. Avvallari patent topshirilgan qog'ozi bilan, registratsiya bilan qanaqadir podработка topish mumkin edi. Hozir esa bez patent hech qayerga, даже podработкаga ham ishga olmayapti. Shuning uchun juda ham qiyin bo'lgan. Так что agar Rossiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, для начала sizga qanaqadir summa pul kerak, kvartiraga, yeyishingizga, и patentga borib kelish, mana bunaqa расходlaringizga. Yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kelish, ketish haqida albatta yozib qoldiringlar. Bilganimcha ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Всем пока.